Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal Gündelik Haberler programımızı görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynamızda ıhtanlar ikranımız olsun. Türkiye Ali Soti Xitay casuslarına ceza e'lon qildi. Ali Sot Mahkemesining 3-chi Ig'ir jazo mahkamasi Turkiyada harbiy va siyosiy josuslik bilan shug'ullangan va Turkiyadagi Sharq Turkistonliklar haqida uchur to'plab Xitoy istixborot xodimlariga yetkazgan josuslarga qamoq jazosi e'lon qildi. Sabah xabarlari to'rining 29 fevraldagi xabarida bildirilishicha, Turkiya Oliy sud mahkamasining 3-chi Ig'ir jazo mahkamasi Turkiyada harbiy va siyosiy josuslik bilan shug'ullangan Xitoy istixborot idorasining yo'l yo'riqiga asosan Sharq Turkistondan qochib chiqib Turkiyada panohlangan Sharq Turkistonliklar haqida uchur to'plagan va bu uchurlarni Xitoy istixborot xodimlariga yetkazgan josuslarning jazosini tasdiqlagan. İstanbul 24-ci İğir Jinoiy ishlar sudi javobgar Ruypan Abduldilyar va Changchunning siyosiy va harbiy josuslik qilish jinoyatiga 12 yil 6 oylik qamoq jazosi bergan. Javobgar Ben Rongwei, Ben Yije va Yusuf Tuna qatorliq 3 kishiga siyosiy yoki harbiy josuslik qilmishlariga yordam berish jinoyati bilan 6 yil 3 oylik qamoq jazosi berib, huquqidan mahrum qilinganligini qaror qilgan. Sud mahkamasining qarorida javobgarlar Turkiyada yashayotgan ziyonkashlikka uchraguvchilarni hujum nishoni qilganligi, bu kishilar orqali davlatning ichki yoki tashqi manfaatiga xavf yetkazganligi, qonun tarafidan qo'g'dildigan ziyonkashlikka uchraguvchilarning maxfiy uchurlarini maxfiy xodimlar orqali qo'lga keltirganligi, bu uchurlarni to'plab Xitoyga yetkazib berish harakati orqali iqtisodiy unumga erishganligi bayon qilingan. Qarorda yana javobgarlarning Turkiyada panohlangan ziyonkashlikka uchraguvchilarning qonunliq huquqiy va maxfiy uchurlarini chet elning istixborot organiga yo'llaganligi, josuslarning qilmishlarining siyosiy yoki harbiy josuslik jinoyatini shakllantiradiganligi qayd qilingan. İstanbul rayonluq Adliya sudi 2-chi Jinoiy ishlar sud mahkamasi javobgarlarning 1-chi sud mahkamasi chiqargan hukmga qarata sungan norozilik arzini rad qilishni qaror qilgan. Javobgarlarning norozilik arzi Oliy sud mahkamasi 3-chi Jinoiy ishlar sud mahkamasiga yetib kelgan bo'lib, sud mahkamasi tekshirish orqali Xitoy istixboroti izlayotgan shundaqli ziyonkashlikka uchraguvchilarni tutqun qilib Xitoyga elib ketishga uringanligi va bu jarayonda qonunsiz holda Turkiyaga kelgan javobgar Ruypanning bir mehmonxona ichib Xitoy fuqarolarini yotoq bilan ta'minlaganligi, bu harakatlarning hammasini Xitoy istixborot amaldorining yo'l yo'riqiga asosan qilganligi, Xitoy istixborot organi bilan Turkiyada tashkillangan o'rinlar o'rtasida pul yo'tkaganligi, javobgarlarning Xitoyning o'rinlashtirishiga asosan uchurga erishganligi va erishgan uchurlarni shundaqli ziyonkashlikka uchraguvchilarning uchurlarini Xitoy istixborot amaldoriga avatganligi, o'ltiroq adreslarini paylab yurish orqali erishgan uchurlarning hammasini Xitoy istixborot organiga yetkazganligi o'tirg'i chiqqan. İstanbul rayonluq Adliya sudi 2-chi Jinoiy ishlar sud mahkamasining qaroriga norozilik bildirgan arzni tekshirgandan keyin javobgarlarning norozilik arzini birdak rad qilgan. Amerika Yaponiya Xitoy tahdidiga qarshi manevr o'tkazdi. Amerika bilan Yaponiya Xitoyning rayondagi tahdidiga taqobil turish maqsad qilingan Temurmush 24 nomli harbiy manevrni o'tkazmoqda. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika bilan Yaponiyaning Kyushu bilan Okinawa rayonida yilda bir o'tkaziladigan Temurmush 24 nomli birlashma harbiy manevri davomlashayotgan bo'lib, ko'plagan rayonlarga o'rinlashtirilgan. Tahlilchilarning aytishicha, manevrlarning hammasi Yaponiyaning g'arbi-janub taqim orollaridagi muhim harbiy bazasini qo'g'dashni kuchaytirish bo'lib, bu manevr yerlik rayonlarning yukini yengillatishdan boshqa manevrga qatnashish orqali texnik ko'p jang mashqi qilib, Xitoyning tahdidiga taqobil turishni maqsad qilgan. Amerika dengiz armiyasi quruqlikda jang qiluvchi qismi bilan Yaponiyaning qo'g'dinish qismi 25 fevral Nagasakining Sasebo shahridagi Ayura garnizon rayonida boshlangan Temurmush 24 nomli birlashma harbiy manevrining 17 martgacha davomlashishi mo'ljallanmoqda ekan. Yaponiya taraf quruqliq qo'g'dinish qismining dengiz va quruqliq harakatchan qismi bilan G'arb fronti va dengiz okean qo'g'dinish qismidan jami 800 askarni avatgan.
Amerika manevriga dengiz armiyasi 3-cü Yiroqqa yurish qismining 31-ci otryadini va 7-ci dengiz flotini o'rinlashtirgan. Bular Amerikaning bir turkum harbiy paraxodlari va 1300 askaridan tashkil topgan. Bildirilishicha, bu qatimliq manevr Nagasaki, Kumamoto, Kagoshima va Okinawa qatorliq 4 viloyatdagi 8 o'rinda o'tkazilgan bo'lib, Xitoy tahdidiga qarshi aniq signal hisoblandi ekan. Amerika bilan Yaponiya 2006-yildan tartib Timurmush nomli harbiy manevrni yilda bir qatim o'tkazib kelgan bo'lib, bu yil o'tkazilgani 18-ci qatimliq ekan. Bundan burun izchil Amerikada o'tkazilib kelgan Timurmush harbiy manevri bultur va bu yil Yaponiyaga o'rinlashtirilgan. Japanese people are well represented by the outstanding soldiers of the Amphibious Rapid Deployment Brigade. Türkiye'ye F-16 setib berishni to'sish qonun loyihasi rad qilindi. Amerika Kengash palatasi Türkiye'ye F-16 kurashchi aeroplani setib berishni to'sishni mazmun qilgan qonun taklif loyihasini rad qildi. Kentucky shtatidan saylangan Amerika Kengash palata a'zosi Rand Paul bu yil 5 fevralda sungan loyihani qabul qilish yoki rad qilishga munosabatlik ovoz tashlash palata umumiy kengashida elib berildi. Türkiye'ye F-16 setib berilishini to'sish taklif loyihasi 13 ga qarshi 79 ovoz bilan rad qilindi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu yil 26 yanvar Türkiye'ye 40 tane F-16 setib berish, Türkiye'nin qo'lidagi F-16'larni yangilash to'g'risida parlamentga ma'lumot sungan edi. 15 kunlik tekshirish va norozilik bildirish bosqichida faqat Kentucky Kengash palata a'zosi Rand Paulning noroziligiga kun tartibga kelgan edi. U sungan qonun taklif loyihasi Kengash palatasining tashqi munosabatlar komitetiga avatib berilgan bo'lsa-mu, hech qanday chora ko'rilmagan edi. Amerika hukumati bu bosqichlardan keyin Turkiyaga F-16 setib berishga munosabatlik tasdiq va taklif maktublarini poytaxt Anqaraga yetkazgan edi. Turkiya Isroiliyaning yordam o'chiritida turayotgan g'azzaliklarni qirg'in qilishini aybladi. Türkiye Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligining Isroiliyaning G'azzada yordam kutib turayotgan fuqarolarga qaratgan hujumi to'g'risidagi yozma bayonotida Isroiliya Nablus maydonida falastinliklarni o'ldirish orqali o'zi sodir qilayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarga yangi bir jinoyat qo'shdi. G'azzaliklarni ocharchilikqa duchor qilgan Isroiliyaning yordam o'chiritida turayotgan begunoh fuqarolarni zarba obyekti qilishi uning Falastin xalqini g'arazlik holatda kollektiv yo'qotishni planlaganligining pakitidir degan iboralarga o'rin berildi. Bayonotda yana Isroiliya G'azzadagi harbiy harakatini darhol oxirlashtirishi kerak. Ammo Isroiliya hukumatining bunda qaror chiqargudek vijdoni yo'q. Butun dunyo G'azzadagi zulmning rayondan halqib, yer shari xarakterlik ta'sir paydo qiladigan ofatga aylanib ketish oldida turayotganligini ko'rib yetishi kerak. Biz bu doirada Isroiliya hukumatiga so'zi o'tadigan barliq qatlamlarni G'azzadagi vahshiylikni to'xtatishga chaqiramiz deyildi. G'azzadagi Falastin Sahiyya ministrligi Isroiliyaning G'azzaning janubidagi Rashid ko'chasi do'qmishida insonparvarlik yordam saqlab turayotgan falastinliklarga hujum qilib, 112 kishining joniga zamin bo'lganligini, 760 kishini yaralandirganligini e'lon qilgan edi. Yevropa parlamenti İsrailiyaga embargo yurgizishni rad qildi. Yevropa parlamentida Isroiliyaga qurol-yarog' embargosi yurgizish taklifi 70% dan ortiq parlament a'zosining ovozi bilan rad qilindi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Yevropa parlamentidagi sol guruhi tarafidan X adresida ham baharlangan uchurda qayd qilinishicha, guruh Yevropa parlamenti umumiy kengashida ovoz qo'yilgan o'rtaq tashqi va bexatarlik siyosatining ijro qilinishi masalasi bo'yicha tayyorlangan 2023 yillik dokumentga yangi bir modda qo'shishni talab qilgan.
qilgan. Buningga 534 parlament a'zosining 73%ga to'g'ri keladigan 393 a'zo qarshi ovoz tashlagan. Talab qilingan moddada a'zo davlatlarning Isroiliyaga qurol-yarog' eksport qilishni darhol cheklash chaqiriq qilinadigan bo'lib, Isroiliyaga qurol-yarog' eksport qilgan davlatlarning irqiy qirg'inchilik kelishimining jinoyatga sherik bo'lish, jinoyat o'tkazganlik deb qabul qiladigan moddasi bo'yicha Falastinliklarga qarshi irqiy qirg'inchilikka yordam qilish jinoyati bilan xalqaro jinoiy ishlar sudiga arz qilinish mumkinchiligi to'g'risida ogohlantirilgan edi. Isroiliyaga qurol-yarog' eksport qilishning cheklanishini talab qilgan guruhga buningga qarshi ovoz tashlagan parlament a'zolarining ism-familiyalarini e'lon qildi va ularni falastinliklarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikka sherik bo'lish va qo'llash jinoyati bilan aybladi. Türkiye tinchlik saqlovchi qismlari Kosovoga yetib bordi. Kosovoning shimolida yuz bergan jiddiychilikdan keyin Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti NATOning talabiga asosan yo'lga chiqqan Turkiya askarlari Kosovoga yetib bordi. NATOning Kosovodagi tinchlik saqlovchi qismlari bayonot e'lon qilib, Turkiya askarlarining ilgari bu rayonga o'rinlashtirilgan Italiya askarlarining vazifasini topshirib oladiganligini bildirdi. Bayonotda Turkiya harbiy qismlarining atritining o'rinlashtirilishi NATOning Kosovoda turishliq tinchlik saqlovchi qismlarining rayonda yashaydigan barliq millatlarning manfaati, bexatarligi va harakat erkinligiga har vaqt betaraf holda kafolatlik qilishni davomlashtirish yo'lidagi irodasini aks ettirdi deyildi. Hürmetli ko'rmanlar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah atiki programımızda görüşkice aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.